Qani tuzam. Bu darsimizda sizlar bilan desto strukturasi qo'llanilishi hamda misollarni ko'rib o'tamiz. Agarda tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, desto ba'zi bir joylarda umzo qo'llaniladi. Buni tarjimasi ni qanchalik deb tarjima qilamiz va umzoni esa yoki destoni esa shunchalik deb tarjima qilib ketamiz. Demak, bularning farqi nimada deb savol beradigan bo'lsangiz, bilan desto har doim bizda og'zaki nutq uchun qo'llaniladi. Umzo bo'ladigan bo'lsa, umzo bo'ladigan bo'lsa, bizda yozma nutq uchun qo'llaniladi. Agarda siz imtihonda Shrivel'da destoni qo'llamoqchi bo'lsangiz, bilan destoni emas, o'rniga umzoni qo'llab keting. Ma'no o'zgarmaydi. Demak, bu bog'lovchilarimiz bizda qiyosiylik va ikki tomonlama bog'liqlikni ifodalab keladi. Mana bu yerda bizda strukturasi kelyapti. Qanaqa shaklda ishlatamiz, gapni strukturasi qanday bo'ladi? Demak, bizda qo'llaniladi va undan keyin komparativ deb yozib qo'yibmiz. Bu sifatni qiyosiy darajada turishi kerak degan narsani ifodalab keladi. Demak, dan keyin bizda sifat qo'llaniladi va sifatimiz har doim qiyosiy darajada turishi kerak. Undan keyin esa darhol bizda ega keladi va agar men bu joyga e'tibor berayotgan bo'lsak, nuqtachalar qo'yib qo'yganmiz. Agar gapimizda bizda ikkinchi darajali bo'laklar bo'lsa, ular shu joyga joylashadi-da, gapimiz fe'l bilan tugaydi. Va vergul ikkinchi gapimizda desto yoki umzo va darhol xuddi shunday komparativ, ya'ni sifatni qiyosiy darajasi ifodalanadi va undan keyin demak, desto umzo ishlatdik, sifatni qiyosiy darajasini qo'lladik, undan keyin fe'l ishlatiladi va gapimiz agarda ikkinchi darajali bo'laklar bo'lmaydigan bo'lsa, demak, ega bilan tugaydi. Misollarga keladigan bo'lsak, demak, bizda desto bilan qo'llanilishi mumkin bo'lgan 3 ta misolimiz berilyapti. Birinchi misolimizda meadolerns, demak, dan keyin e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu joyda mer ishlatilyapti. Bu bizda fe'lni qiyosiy darajasi, ya'ni ko'proq degan tarjimani beradi. Meadolerns qanchalik ko'proq sen o'qisang, desto besser sprichst du. Demak, besser bu joyda gutni qiyosiy darajasi bo'lyapti va tarjimasida shunchalik yaxshiroq gapirasan degan tarjima bo'lyapti. Qanchalik ko'proq sen o'rgansang, o'qisang, shunchalik yaxshiroq gapirasan degan tarjimani ifodalayapti. Keyingi gapimizda mehr Geld du hast, desto glücklicher bist du. Demak, dan keyin yana bizda qiyosiy darajadagi sifatimiz kelyapti. Qanchalik ko'proq puling bo'lsa, desto shunchalik baxtliroq bo'lasan degan tarjimani beryapti bu gapimiz. Demak, destodan keyin bizda glücklich aslida bu. Glücklichni glücklicher deb turib, nimasi kelyapti? Qiyosiy darajasi kelyapti. Keyingi 3-chi gapimizda esa, 3-chi misolimizda esa mehr ich esse, desto dicker werde ich. Demak, mehr fe'lni qiyosiy darajasi, qanchalik ko'proq men yesam, desto dicker. Demak, dicker bu yerda dik, ya'ni semiz degan sifatimizni qiyosiy darajasi. Shunchalik semizroq bo'laman degan tarjimani ifodalayapti. Bu bizda destoni qo'llanilishi edi. Xo'p, demak, sizlar bilan destoni tarjimasini ko'rdik, gapda qanaqa strukturada kelishini va o'zidan keyin nima talab qilinishini ko'rib o'tdik, misollarni ham o'qidik birgalikda. Endi biz qilishimiz mumkin bo'lgan xatolar haqida gaplashamiz. Demak, birinchi gapimiz mehr du übst, du wirst desto besser. Demak, bu gapimiz bizda xato bo'lyapti. Nima sababdan? Bu yerda biz qo'llayapmiz, to'g'ri, lekin ikkinchi gapimiz ham aynan shu desto bilan boshlanishi kerak. Lekin bu gapda nima bo'lyapti? Desto oxiriga o'tib ketyapti. Aslida
Je mehr du übst, desto besser wirst du degan tarjima bo'lishi kerak va buni ma'nosi qanchalik sen mashq qilsang, ko'proq mashq qilsang, shunchalik yaxshiroq bo'lasan degan gap bo'ladi. Keyingi gapimizda esa desto schneller wir laufen, je schneller kommen wir an. Bu joyda je destoni o'rni almashib qolgan. Biz ana shunaqa almashib qolgan paytda ham buni ishlata olmaymiz. Har doim birinchi gapimiz je bilan, ikkinchisi desto bilan boshlanishi shart. Va bu yerda je schneller wir laufen, desto schneller kommen wir an degan shaklda bo'lishi kerak va buni ma'nosi qanchalik tezroq biz yursak, shunchalik tezroq yetib boramiz degan gap bo'lyapti. Va bu yerda sizda yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Ye ishlatganda yedan keyin ishlatilgan sifat destodan keyin ham ishlatilishi mumkinmi degan savolni beradigan bo'lsangiz, ha, mumkin. Demak, bu yerda 2 marta bizda schnell ishlatilyapti. Uchinchisida esa je du früher aufstehst, desto mehr kannst du erledigen. Demak, bu joyimizda ham bizda xato bo'lyapti. Qanaqa xato deb aytadigan bo'lsangiz, demak, to'g'ri varianti je früher du aufstehst bo'lishi kerak. Xato variantga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, yedan keyin ega kelib qolyapti. Aslida bu früher bilan joyini nima qilish kerak? O'zgartirish kerak. Demak, je früher du aufstehst, desto mehr kannst du erledigen. Qancha ertaroq tursang, shuncha ko'proq narsani bajara olasan, erledigan qila olasan degan gapimiz bo'ladi. Bugungi darsimiz boshqa darslarimizga nisbatan qisqaroq, sababi je desto ishlatilishi oson va tushunilishi oson bo'lgan mavzulardan hisoblanadi. Agarda sizlarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol video kommentariyasiga yozib qoldirishingiz mumkin va je desto bo'yicha qo'shimcha mashqlar bajarib o'rganganimizni yaxshiroq mustahkamlamoqchi bo'lsak, bizni Telegram kanalimizda ham aynan je desto bo'yicha mashqlar yuklab qo'yilgan. Bemalol o'tib mashqlarni bajarsangiz va mashqlarni tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Demak, keyingi darslarimizda ko'rishguncha, auf Wiedersehen.